Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi murojaatimiz Samarqand viloyat Pastdarg'om tuman obodonlashtirish boshlig'i Begzod akaga. Familiyasini bilmayman. Begzod aka, siz mansabda o'tiribsiz, xalq murojaat qilyapti sizga. Xalq bilan ishlamagan xodim bizga nimaga kerak? Samarqand viloyat obodonlashtirish boshlig'iga murojaatim. Nimaga bu Pastdarg'om tumanini obodonlashtirish boshlig'i Begzod aka nima uchun mana 2 marotaba Charxin bolnitsasini oldini yamalarni ko'rsatdim, polni asfalt qilib bering deganim yo'q. Yamalarni yamash. Bu yerda bolnitsa bor, tez yordam bor, 55-maktab, bog'cha, masjid. O'sha yo'lni yo'nalishini xalq murojaat qilyapti. O'sha yerda yamalarni yamab bering deb murojaat qildim. O'ziga telefon qildim. Erta deydi, indin deydi. Mana 15 kun mobaynida ahmoq qilib kelyapti. Iltimos, Samarqand viloyat obodonlashtirish boshlig'i shunga bir chora ko'rsangiz, bunaqa xalq bilan birgalikda hamkorlikda bo'lib ishlamaydigan bunaqa boshliq bizga kerak emas, bizning rayonga. Mana Xudoga shukr, Pastdarg'om tumanida hamma tizim ishlayapti. Nechta murojaat olib chiqqan bo'lsam, elektrosetmi, raygazmi, Uzavto yo'lmi, boshqa xullas tashkilotlar hammasi bir kun, 2 kun ichida butun muammoni bartaraf qilyapti. Ammo lekin bu obodonlashtirish boshlig'ini oyog'i yerdan uzilganmi bilmayman, xalqni umuman nazarga ilmayapti. 2-3 marotaba telefon qildim, ertadan deb umuman endi qo'ng'iroqlarimga javob bermay qo'ydi. Iltimos sizlardan shu murojaatimni inobatga olishlaringizni so'rayman. Hurmatli kuzatuvchilar, laykni bosib, podpiskani bosib, videoni tarqatinglar. Kerakli tashkilotlarga yetib borsin meni murojaatim.